Aviachipdan, aviakassadan alınız yaxşımı, ya aviakompaniyanın saytından özünüz alınız yaxşımı? İkisinin ham afzal kamchiliklar bor. Videoni oxiriga davom berib like bosib turing, to'liq ma'lumot beraman. Birinchi farqi, chiptani aviakompaniyaning saytidan o'zingiz yozadigan bo'lsangiz, tabiiyki hamma ma'lumotni o'zingiz to'ldirasiz. Pasport serial raqamlar, ism familiyalar, muddatlar. Ism familiyada, pasport serial raqamlarda bir dana xato kelsa, odatda ichki reysda geçadilar. Tashqi reysda geçilmay uchirmasliklar ham mumkin. Agar ikki harf xato qilsangiz, serial raqamlarda xato qilsangiz, muddatlarda xato, ko'p xatolarni qilib bersangiz, katta ehtimol bilan geçilmay uchirmaydilar. Agar buni aviakassir xatoda qiladigan bo'lsa, sizga toza bilet olib berishina to'g'ri keladi yoki-da bu muammoni hal qilishina to'g'ri keladi. Ikkinchi farqi, aviachiptani sanasini o'zgartirajak bo'lsangiz yo qaytarajak bo'lsangiz, agarda biletni o'zingiz yozgan bo'lsangiz, sayt orqali o'zingiz o'zgartirasiz yoki-da aviakassir yozgan bo'lsa, buni faqat aviakassir o'zgartirib beradi. Uchinchi farqi, narxi. Aviakassir odatda veb-sayt bilan bir xil bahoda sotadi, lekin ayrim vaziyatlarda ustidan qo'yishi mumkin. Chunki aviakompaniya komissiyani kam berishi mumkin yo umuman komissiya bermaydigan aviakompaniya bo'lishi mumkin. Shuning uchun agarda saytni yaxshi tushunsangiz, xato qilishdan qo'rqmasangiz, o'zingiz olganingiz yaxshi. Agar bu vaziyatlarda qo'rqsangiz, aviakassirga ishonganingiz yaxshi. To'rtinchi farq ham bor. Bilamiz, O'zbekiston havo yo'llari Qoraqalpoq va Xorazm pensionerlari 50% skidka bor ichki reyslarda. Buni faqat aviakassirlar yozib beradi, o'zingiz yoza olmaysiz. Endi tabiiyki savol paydo bo'ladi. Nechun faqat Xorazm va Qoraqalpoq pensionerlari skidka bor? Buni bilish uchun obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda to'liq ma'lumot beraman.